Yukarı diksiyana devamı hürmetli vatandaş. Öldürülgen günahsızlardan başka zoravallıkla çekleşen, kançılıgan esebi idiyeler bilen zoravallık yolu mangan kişiler etip öldürüldü. Mane hem itiraf tutacağız. Demek siz esebi değilsiz, zoravallık mandı değilsiz. Sadece sizin aldığınız turgan Uygur esebi olsun, zoravallık manga yakın olsun, Uygurlu bulduğun olsun, siz onu esebi değilsiz, atışsız. Zoravan değilsiz, atışsız. Ölüm bilen onun hayatını ahırlaştırırsınız. Mani şu siz bahane sebep ve cinayetin artışka hukukluq. Çünkü siz hükmüransız Xoşicin efendi bu elge müstemlik Uyguristan'da siz hazır hükmüranlık kılıvatsınız. Şunu sizin nazarınız, sizin degeniniz yolluk bul. Uygur'un kılgını, etkini, sözlüğünü yolsuzluk bul. Mana bu asaslık ramkı bana meyedi Xoşicin efendi. Sonra bakaylı ki ulanı cinayet sadır kılıvatkan meydanda etip öldürüş yaxşı mı? Yaki terbiyeleşti küçeytiş arkalık etip itilişten kutkuzup kalgayı yaxşı mı? Ulanı normal durmuş köçürüşüge kaytırlığını yaxşı mı? Şinjan bu 2 yıldan beri topalan Şinjan müstemlik Uyguristan bu 2 yıldan beri topalan ve kozgulanın gerbeketin Şinjan geçirinler. Yakın müstemlik Uyguristan bu 2 yıldan beri topalan ve kozgulanın gerbeketin asayiş, hatırcam turmuş köçürüşke kaytıp kiliştek zor özgürüşünü baştan geçiyor. Kançılgan adamların turmuşu kutkuzup kalındı, hesaplamaktaş. Kançılgan adamlar korkunçlu küllerden kutuldu, hesaplamaktaş. Biz yani sonra bakaylı ki hayatla hukuku ve yaşaganda her vakit degilek öldürülüşki fikirmay, endişe kılmay, yaşaş bu Şinjan'daki müstemlik Uyguristan'daki her kaysi milletlerinin negizlik kişilik hukuku emas mı? Meyde her kaysi milletlerinin eğizgi aptı. Kişiler, siler, hakikaten Şinjan'da müstemlik Uyguristan'da Şinjan'da müstemlik Uyguristan'da kişilik hukuk depsende buluvatı dep ayıplayan kişiler sizler hakikaten Şinjan'da zoruvallık müstemlik Uyguristan'da zoruvallık işler yüz vermesin dep Şinjan halkının müstemlik Uyguristan halkının hatırcam turmuş köçürüşünü halamsızlar. Sizler bizni yığıvala, sizler bizni bekutlaştırmanglar. Sizler Şinjan'ın müstemlik Uyguristan'da baş kuruşka karşı turuvatısızlar. Sizler kanda kılıp Şinjan'da bir neçe yıl burun krizis vaziyetinden Şinjan'ı qatli qilish bolmagan, vahimi bolmagan, yangi reallik ishiga qaytirib kelinganligini bizga aytib beralamsizlar. G'arb dunyosi Iroq va Liviya hem Afg'onistonga demokratiyaning retseptini yezib bermadimi? Erket yaxshimisizlar, erket yaxshisizlar. Allaqachon bir necha erket yaxshi. Kechiringlar, sizlar allaqachon bir necha davlatga ziyonkashlik qildinglar. Jungoning Şinjan'ı qo'yib etinglar. Ya'ni Jungoning mustamlikasi Uyg'uriston'ni qo'yib etinglar. Bu g'arbga qilayotgan murojaat ekanda Xo'shijin yarishari vaqt bersin. Amaliyoti Şinjan'da, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda bir necha yil avval yuz bergan tavrash holatlari asosiy jihatdan tashqaridan singib kirishdan paydo bo'lgan tavrashdir. Bunun ichida G'arb dunyosining Kompartiyaning Şinjan'ı boshqarishiga qattiq hujum qilishi, bunun ichida G'arb dunyosining Kompartiyaning mustamlik Uyg'uristonni boshqarishiga qattiq hujum qilishi, u yerdagi, ya'ni Şinjan'dagi mustamlik Uyg'uristondagi asabiy kuchlarni xato yetaklab, ularni xato sezgi paydo qilib, biz diniy faoliyat bilan g'azot urushi qilyapmaymiz. Belki G'arb dunyosi va xalqaro jamiyatning keng ko'lamda esdoshlik qilishi va qo'llashiga erishdik.
deb o'ylab, shuning bilan texmo asabiylashdi. Tamamen shundaq deyishga bo'ladiki, Amerika Davlat Majlisida ba'zi so'zmanlar va G'arb dunyosida jamoat fikri paydo qilguvchi sarxillarning kompyuter knopkalari bir necha yil avval gunohsiz qurbon bo'lgan kishilarning qani bilan bo'yaldi. Knopkalar agar kompyuter knopkalari qon bilan bo'yalgan bo'lsa, gunohsiz kishilarni qanday tushundirish kerak? Kim gunohsiz kishilar, Uyg'urlarmi yoki Xitoy ko'chmanlarimi? Xo'shiddin apandi, yer shari vaqtingiz qanday tushundirasiz? Biz Şinjan'daki mustamlik Uyg'uristonda ko'pchilik kadr va omig'i deymizki, bu 2 yildan beri Şinjan'da mustamlik Uyg'uriston tinchlik, muqimlik, o'ng'ay qo'lga kelmadi. Yaxshi qo'g'dab qolaylik. O sizlarning negizlik manfaatinglarda Xitoy ko'chmanlariga murojaat qilyapti, Xo'shiddin yer shari vaqtingiz. Ham sizlarning muqaddas huquqinglarda kim bergan Xitoy ko'chmanlariga bunday huquqni? Sizlar Şinjan'ni yaxshi tushunasizlar. Avvalgi tavrnish yillarda nurg'un badal to'ladinglar. Tajriba savoqlarmi ko'p bo'ldi. Şinjan'ning, ya'ni mustamlik Uyg'uristonning muqimligi qanday qilganda foydali bo'ldi? Sizlar eng yaxshi bilasizlar. Demak, Xitoy ko'chmanlari sizlar o'zinglarga foydali bo'lgan narsani yaxshi bilasizlar. Her qanday bir chet el kuchlari yo'qki, sizlarning o'rninglar turib belgilaydigan. Bütün mamlakat xalqi sizlarning orq teriginglardir. Biz sizlarni qo'llaymiz. Demak, har qanday chet el kuchlari yo'q belgilaydigan. Marhamat Xo'shiddin apandi. Yarishari vaqtingiz bu yerda birinchi chet el kishisizlar o. Uyg'uriston uchun, mustamlik Uyg'ur xalqi uchun aytganda birinchi chet ellik Xitoy. Xitoy chet eldan kelyapti. Jungo degan chet eldan kelyapti. Xitoy davlatidan kelyapti. Mana sen chet ellik o. Demak, sen bu xitobni yana o'zingning nazaridagi boshqa chet ellik qilmay, o'zingga xitob qilay, Xo'shiddin yer shari vaqtingiz. Bütün mamlakat sizlarni qo'llaydi. Şinjan'ı boshqarishda, mustamlik Uyg'uristonni boshqarishda davr qilgan holda shakllangan haqiqatni amaliyotdan izlash bilan soxta, yolg'onni tovlash raqobati va ko'rishi amdila boshlandi. Rost. Mat nuqta to'g'ri ko'rash amdila boshlandi. Sen uning qandoq ta'bir bersa, qandoq hukm ishilsa bu ikkinchi gap. Lekin mustamlik Uyg'uristonda ko'rash amdila boshlandi. Lekin tarix hammadan yaxshi, haqiqatni amaliyotdan izlaydigan fandir. Lekin tarix hammadan yaxshi, haqiqatni amaliyotdan izlaydigan fandir. G'arb dunyosining manfaatparastlik bilan ko'tarib chiqqan heliqa narsalari, boshda biz so'zladik-ku, shuni heliqa narsalar deb. Heliqa narsalari hash-pash degucha o'tib ketadi. Ahırda xata xulosalabsiz. Xo'shiddin apandi yer shari vaqtingiz yetdi. Men hozir dedim, başladım. Ish endi boshlandi. Govingoy da'vatida Gangan qayshi deydi. Ish endi boshlandi. Ish endi boshlandi Xo'shiddin apandi. Endi siz o'tib ketadigan yo'lmi yo'q? Aylanib o'tib ketadigan yo'lmi yo'q? Qechib kayniga berib oladigan yo'lmi yo'q? Ish endi boshlandi Xo'shiddin apandi. Yer shari vaqtingiz.